Yil yakuniga oz qoldi. Bu payt tadbirkorlar uchun eng serharakat va eng ko'p hisob-kitob qilinadigan payt. Xo'sh, bu jarayonlarda ular eng ko'p nimadan qiynalmoqda? Bugun shu savollarga javob topish uchun shahar bo'ylab yuramiz va tadbirkorlarga mikrofon tutamiz. Eng muhim anaqa shu hisob-kitob bo'ladi. Agar bunga qo'shtirnoqchida qaramalar qilsa, katta muammolarga olib keladi. Qog'ozbozlik bo'ladi, unga bor, bundan olib kel deydi. Agar buxgalter bo'lmasa, o'zi qilmoqchi bo'lsa, yugur ishlar bo'ladi, bank bo'yicha, nalog hammasi bo'yicha. Bizlarda hisob-kitobda buxgalterimiz yo'q. Alohida o'zlarimiz oy oxirida o'sha otchot topshirib, hisob-kitob qilib, soliqqa hisobot beramiz. Hisob-kitob ko'proq edi. Soliqlarda hammasidan alohida hisob-kitob chiqar, soliqqa jo'nat uni. Paynet ilovasi ichidagi xolis ilovasi haqida eshitdingizmi? Yo'q, eshitmagandim, lekin hozir eshityapman. Ancha ish yengillashadi. Davlat korxonalariga borib, o'chirtni kut, o'chirt anaqa bo'lgandan keyin to'lov qilishga o'chirt ol. Shunaqalar endi bo'lmaydi ancha. O'rtog'im tavsiya qildilar. O'shanda juda qulay bo'lishi uchun o'sha ilovaga ulanib oldim. Unda hammasi programmada avtomatik o'zi chiqarib beradi hamma hisob-kitoblarni. Hisob-kitoblar soddalashtirilsa yaxshi bo'lardi. Hozir shu Paynetda juda yaxshi narsa chiqaribdi. Hammasi ko'rinib turar ekan. Menimcha shu kichik biznes shunaqalarga osonlashtirilgan, mana shu qulayroq deb o'ylayman. Oldingidek qog'oz ko'tarib nima qilib yurilmaydi. Endi bu yog'iga yana ham yaxshi bo'ladi degan natijalarda kutib o'tiramiz. Bu ilovani menga yoqqan tomoni elektronniy bo'ldi. Xohlagan paytim kirib, chiqib, bemalol ko'rish imkoniyatlarim bor. Xolis Paynetning tadbirkorlar uchun qulay ilovasi. U orqali ro'yxatdan o'tish oson, soliq avtomatik hisoblanadi, chek berish tez, daromadlaringiz tartibli ko'rinadi. Hech qanday qiyin hujjatlar, navbatlar yoki qo'rquv yo'q. Xolis, hammasi telefoningizda.